Ey barchangizga do'stlar, mana yangi video chiqdi. Bir kunda 3 ta video chiqaraman men. Birinchisi FK chiqdi, keyin Roblox va yana FK Mobile. Qani birinchi matchimiz. Bu video ham chempionga chiqish. To'g'ri. Hali legendarniga chiqishimga oz qolgan, lekin chempionga hali ancha bor. Men buni ben şu reyting tushguncha vaqtincha qilish, reyting tushguncha qilishga harakat qilaman. Bu yoqdan mening sostavim kuchliroqmi? Teng ekan, teng. Uning ham o'g'li 120 demak. Yaxshi. Oy, sostavim normal ekan. Sostavda yaxshi o'yinchilar ko'p ekan. Galatasaray sostavi, Galatasaray ekan. Oy, Messiga 2 kishi yopishdi-ku. Vay, Kukurella, Barella, Nutella. Vay. Chomini, o'tkazma. Dembele o'tkazma, Chomini. Lizarzo o'tkazmaydi degan umidda edim. Vay, Alex Pengi bel olmadim. Qani Husanov, молодец. Husanov soldi. Oy. Behalter. Velan Torres, bitta fint. Vay, Alex Pen bu yoqda deb o'ylayman bolalar. Uzul. Alex Pen bu yoqda yuribdi deb o'ylayman. Lizarzo, Lamine Yamal o'tkazma. Va Chomini shtraf unga berildi. Bu o'yinchi tush kerak. Voy, kirmadi. Uy, Yamaldandi. Va uy. Vay. O'xshamadi lekin Alex Pen normalniy pas berdi. Uy, Chomini. Va Husanov. Молодец, Kakil zo'r. Kakil zo'r vaziyatda qutqarib qoldi. Bo'lmasa gol bo'lishi aniq edi. Молодец. Mening sostavim yaxshi ketmoqda. Va endi kaptakda olib Messiga pas berdim. Messi lekin baribir ura olmasdi deb o'ylardim. Balki ulardi, uning driblingi yaxshiroq. Qani. Va shuncha yugurib bitta podkat bilan aunt ketkazdi. Vay, Messiga pas bermoqchi edim. Qani falan. Chomini o'tkazmaydi degan umiddaman. Lizarzo. İkitali yapışamam. Vay. Husanov. Vay. Utmadı. Aha. Kimdir bulur gerek.
o'sha bo'ladagi odam u bo'ladi deb o'ylayman. Voy, hozir qo'yadi rostdan. Ikkita yopishamiz. Ha bo'ldi. Voy, mendan ketdi. Men uni to'xtatibman undan ketdi deb. Singo teshilma. Voy, teshildi bo'ldi Singoga. Do'stlar, naqd 8 minut ichida gol ura olamanmi? Zigzag qilaymi yoki driblingmi? Alex Penga beraman, keyin Alex Pen ichiga tasha oladi. Yo, zigzag qilgan yaxshiroq deb o'ylayapman. Foyda beradi. Unga ko'ra dribling qilgan yaxshiroq ekan. Uy, o'sha ikkinchi gol urib qo'ydi bu. Bola yutqazdim. Mayli, yutqazdik. Hatta bir anaqa chiqishimiz kerak. Neydi? Legendarniga. 3 tanga yomon kelgizibdi, lekin o'zi ham tepaga tepdi. Minut tugadi. Ha bo'ldi. Kaptiga endi menga tushganda minut tugadi. Yutqazdik. Overlamas teng edi, lekin yutqazdik. Mayli. Endi keyingi raundga raund. Uni anaqasi men Alex bilan ikkitasi yuz berdim deb o'ylayman. Qani keyingi o'yinda yutaman deb o'ylayman. Agar hozir shunda yutsam legendarniga chiqaman do'stlar. Uni qo'yamiz dedi. Ketdi match. Kim tushadi? Va do'stlar, kim tusharkan? Hech kim o'ynamayapti. O'ynadi. Va SBB 3. BBC. SBB deb qo'yibdi. BBC. Nimani eslatmoqda do'stlar sizga? Menimcha bir dona odam topdi. U ham bo'lsa o'sha Cristiano Ronaldo, Karim Benzema va Gareth Bale. 3 ta travel. Sostavi normal ekan. O'sha Singo hammada bor-ku. Ancha ko'p odam olgan o'sha Singoni. Voy, undan ketdi yaxshi. Takolamiz-da. Voy. Qani Chomini. Qani va do'stlar. Chomini oladimi? Va. Молодец, taki. Alex Penga. Voy. Почти o'tdim bo'ldi, lekin. Voy. Urib qo'ymasin. Yaxshi urmadi, yana Alex Penga. Voy, Ronaldoga endi qotdi. Qimoqchi edi, qotdi emas, qimoqchi edi. Voy, gol o'tkazmadi. Qo'li tegdi. Rosti. Qo'li tegdi o'sha vaziyatda. Va bu yer Gusto ham to'xtatardi-nu, ofsayd bo'lib qoldi. Gusto ham to'xtatardi-nu. Mayli qani. Bu taymni yutishimiz kerak. 0-0 shot hozircha lekin. Tak. Tashlaymiz. Va hujum uyushtira olamiz.
Alex Biyan orqaga. Alex Biyan nimaga orqaga olmadi? Tushunmadim. Voy. Lizarzu. Chouameni. İki tane yapıştırırız. İki tane. Uy Arda. Güler joyida. Boshlashim bilan minti video var bir. Tugaman boshlashim bilan. Vaqt bordir. Balkim ha. Voy, bo'lmadi agar o'sha vaziyatda ulgurganda futbolchilarim gol edi deb o'ylardim. Behalterda pas berib ko'ramizmi? Alex Biyanning paslari o'xshamayapti. Emas, himoyachi o'tkazmayapti. Sen chalg'itib bo'lmayapti. Uy, Gusto o'tkazma. Uy, Husan. Uy, do'stlar, ikkinchi golni urib qo'ydi. Endi nima qilishni bilmayman. Do'stlar, shuncha vaqt ichida men nima qila olamanmi? Balkim ha, balkim yo'q. Bunga orqaga olamiz, pas tashlaymiz. Bunga tashlaymiz. Va bunga tashlaymiz. Voy, tasha. Figu o'sha yerda tasha olganingda почти gol edi. Taş olmadı. Ve qani do'stlar. Behalter. Voy, Behalter nima qildi? Voy, Behalter. Nima qo'ydi Behalter? Alex Bey'ga pas bersam yaxshiroq bo'lar ekan. Bo'ldi. Ulgurmadi уже. Men pas tashlaymanki mana bunga. Voy. Vini. O shilgim yo'q xuddi o'sha joyda. Husanovga farqi yo'q ekan do'stlar. Любой час kapatga berdi. Do'stlar, tiqib qo'ydi. Bular ham yutqazdik, afsuski. Keyingi o'yinlarda yutaman deb o'ylayman. Mayli. Nima afaqo berdi o'sha joyda? Afaqo bo'lmaganda o'tardi balki. Magazinga tushdim-ku. Lizarzu bor. Amal yutqazdik do'stlar. Endi keyingi safar yutsak kerak. Do'stlar, va men hozir shu videoni tugatgandan keyin sizlar yangi video boshlayman. Chunki men ligalarga chiqishim kerak va chempionga harakat qilaman. Mana keyingi videoga ketdik. Keyingi videoga emas. Hozir birinchi narsalarni olamiz. Mayli? Hal. Videoni tugatamiz.